Ey qalbida muqaddas vatanning o'chmas dardini, ruhida ajdodlarning qon bilan yozilgan omonatining ig'ir mas'uliyatini ko'targan aziz qarindoshlar. Bizning har g'irich tuprog'i shahid qini bilan sug'urilgan, har zarrasi va tosh tuproqlarga shonliq tariximiz bukilgan bu tavalluk zaminimiz Sharq Turkiston insoniyat madaniyatining osmoniga mangu o'chmas yulduzlarni yoqqan. Bu muqaddas tuproqda yashagan qahramon ajdodlarimizning mustahkam qarindoshlik ruhi va yengilmas po'lat irodasi ularning dushman oldida tiz bukmasligining asosiy siri edi. Dal mushu yengilmas ruh bilan hijrat yo'lida chechilib ketgan xalqimizning parchalangan qalblarini birlashtirish, o'zaro qarindoshlik, ittifoqlik va hamkorlikni qayta tirildirish maqsadida 2006-yili qurilgan Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati 2009-yili Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi nomida bir g'urur mash'ilini yoqqan va bugunga qadar davomlashayotgan bu muborak safarni boshlagan edi. Ishg'oliyat zulmlari ostida ikki qatim mustaqil jumhuriyat bayrog'ini jilvalantirishga muvaffaq bo'lgan qahramon ajdodlarimizning qarindoshlik ruhi bizga xuddi vatan mustaqilligiga o'xshashla eng qimmatli merosidir. Ular bizga 3 ulug' omonatni topshirib ketdi. Birinchisi, har bir g'irich tuprog'i shahid qini bilan sug'urilgan muqaddas vatan. Ikkinchisi, shu vatanning jondan aziz mustaqilligi. Uchinchisi bo'lsa, dushmanning yuragiga vahima solgan po'latdinmi mustahkam qarindoshlik ruhidir. Ajdodlarimiz qandoq qilib mo'rini mo'riga tirab dushmanga qarshi turgan bo'lsa, biz ularning varislari uchunmi shu 3 omonatga loyiqida varislik qilish, ularning yo'lini davomlashtirish ham qarz, ham farzdir. On 16 qatimliq uchrashishimiz bizni vatan mustaqilligini qo'lga keltirishga layoqatli qiladigan, u har doim bir-biriga qurbon bo'lishga tayyor holatga elib keladimi? Har birimiz bu ochiq savolni vijdonimizning eng chunqur qaytidan samimiy bir shaklda so'rab, o'zimizni hisobga torta olgandala 17 qatimliq bugungi uchrashishimiz inshaalloh har qanday strategiyadan avval qalblarimizni birlashtiradigan bir tavba mizoni, bir apuchallik dasturi bo'lg'usi. Bu tashqi dushmanga qarshi yangi plan tuzishdan burun o'z nafsimizga, g'ururimizga va kibrimizga qarshi e'lon qilingan muqaddas bir jihad bo'lg'usi. Bugun biz innamal mu'minuna ikhva degan ilohiy xitob oldida go'yo bu oyat hozirning o'zida bizga xitoban nozil bo'lgandek bir ayminish ichida qalblarimizdagi barliq g'uborlarni, adovatlarni mush yerda ko'mib tashlayli. Bir-birimizni haqiqiy yuragimizdan Allohning roziligi uchun quchoqlab, samimiy afu qilishib, bir-birimiz uchun qurbon bo'lishga ahd qilgan haqiqiy qarindoshlarga aylanaylikki, ana shu chog'da Allohning nusratimi bizga nasib bo'lsin. Qisqasi, samimiy tavba bilan poklangan va ko'z yoshlari bilan yuyilgan qalblarimizni birlashtirib, bugun biz yangi bir safarga otlanamiz. Bugun biz davrning taqozzosiga uyg'un, aqlga eng muvofiq yangi bir xizmat programmasi va yangi bir strategiya bilan yangicha xizmatga bel bog'laymiz. Bu yangi bir safarbarlikning boshlang'ichi. Bu safarbarlikda hurulliqqa, charchashqa, umidsizlikka zarracha o'rin yo'q. Bu aram elishni o'zimizga harom bilib, kechini kunduzga ulab ishlaydigan, borliqimizni da'voga ataydigan paytdir. Inshaalloh da'vo sepidagi qarindoshlik rishtasini, ahdi ruhini texmi kuchaytiradigan
mücadilemizning kelgusi yo'nalishini, strategik planlarini mustahkam qarindoshlik asosida tuzib chiqadigan, iqtidorliq, o't yurak yoshlarga ma'naviy kuch bag'ishlaydigan bu alohida uchrashishimiz texmi unumlik, texmi xayrlik natijalarga vasila bo'lg'usi. Bu tajovuzchi Xitoyga Sharq Turkiston mustaqillik mücadilasida turli qiyinchiliklarga qaramay to'xtovsiz ilgirlayotgan Sharq Turkiston ma'arif harakatining qadamini to'xtatolmaydiganligini, qarindoshlikni asos qilgan bu birlikimizni hargiz buzolmaydiganligini ko'rsatadigan yengilmas irodamizning jaronglik javobidir. Ey o't yurak qarindoshlar, qani undaqda bir-birimizga chambarchas bog'langan holda irodamizni mustahkamlab birlikda olg'a bosayli. Endi to'xtash yo'q. Nishon mustaqil Sharq Turkiston. Endi to'xtash yo'q. Nishon mustaqil Sharqiy Turkiston.